Qizlarim kelishardi, hammasi kelishardi, bayram bo'lib ketishardi. Katta qizim 81-yil, eng kichigi 92-yil. Endi bunisi 2025. Bu vaqtdagi nima bo'ldi? Endi hozir mana 45 yilda nasib qildi. Misol billa niyat qilgandik, menga nasib qildi. Mana qizlar opalari kelishardi, bizga o'xshabdi deb erkalashardi. Biri ko'ynak olib kelsa, bittasi shapka olib kelardi, bittasi bir qasam o'ziga qarab turib, opalari kelib ketganda qulluq olsin deydigan bo'lardi. Buni yashantirib tashlashadi. Birinchi bolalarim 5-farzand ko'rganimizda u ham qiz bo'lib qoldi. Qiz bo'lib qoldiki, radnomda yotibdi, ko'rgani borsa medsestralar biz evlanmayapmiz aka, kirib o'zingiz binasa demasangiz bo'lmaydi dedi. Endi haligi sharoit qilib berdi, kirsam bolalarimni ko'rib turib, endi yig'layaptiki, sizni o'g'il ko'rib sizni xursand qilolmadim, Xudo taolo shu o'g'ildan nima bo'lmadi, mana yana qiz ko'ribman, u bu deb ayda bo'lyapti. Endi o'sha yerda endi nima deyish kerakki, buni dalda berish kerak, pasaytirish kerak. Endi aytdim, mayli 5 qizlar ham bu tomonda tursin. Endi bizga yana bitta qiz tug'ib berasan, Xudo xolasa, agar qiz tug'ib bermasang, o'tgan umrimdan, birga yashaganimizdan norizo bo'laman. Endi bu polvon bola qanaqa nimalar bo'lib ketadi, hali boqmaydi bu. Ko'ryapsizlarmi? Biz o'ylagani boramiz-da, ketyapmiz. 3-chevaramdan 1 yosh kichik. Endi buni nima deyshadi? Tog'a deb bo'lmaydi. Chevaramdan yoshda 1 yosh kichik. Mana chapayog'im ish ko'rsatardi, og'rib qolardi. O'sha yerda dedi, zamzam suvini to'yib ichib niyat qilavering deyishdi. Yo, Xudoning qudrati bilan bu og'riqlar yo'qoldi. Qulog'im ham sal vazminroq edi, qulog'im sal eshitadigan bo'ldi. Gum bo'lib qoldi-da. Endi mana gapini eshitaman. Voy deydi, mana voy deydi. Mana gapirib qo'y. Opani chaqiramiz. Opani chaqiramiz, a? Opa chiqsin, lekin ketamiz, a? Ishi sovuq. Ah. Hey hey. Hey. Ya deb qo'y. Ya. Ya.